fan va innovatsiyalar sohasida xotin-qizlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash, ularning ilmiy faoliyatidagi ishtirokini kengaytirish hamda barqaror taraqqiyotga erishishda xotin-qizlarning rolini kuchaytirishdan iborat. Prezidentimizni qo'llab-quvvatlash orqali injineriya, IT texnologiyalari, mana shu yo'nalishlarda ham qizlarimiz soni ko'payib boryapti va buni misoli mana sizlarni universitetinglar. 15% qizlar juda ham yaxshi. O'tgan yili mana kelajak muhandislari aprel oyida e'lon qilingan bo'lsa, ular ichida ham mana shu transport universitetining bitta qiz shuni ichida g'olib bo'lgan kelajak muhandislari. Bu ham bo'lsa mana ushbu universitetning olimasi. Buning uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va mukofotni shaxsan prezidentimizning qo'llaridan qabul qilib olganim hayotimdagi eng unutilmas kunlardan biri hisoblanadi.